2 kundan beri uyda yo'qsan. Uy ham zimiston bo'lib qolgan. Ana iflosni ham topolmadim. Uydan usholmadim. Shu men bitta narsaga tushunmayapman-da. Nimaga borib yozib bermayapsan? Ay, begona bo'lganda allaqachon yozib bergan bo'lardim. Men qarab begona bo'lmay kim u senga? Begona-ku, g'irt begona. O'shani deb bolam nobud bo'ldi-yu. Xo'p, menga begona, xo'p. Lekin bolamni otasi-ku, ertaga oyijon xafa bo'ladilar. Meni o'g'limni qamatvordi deb. Ko'ryapsiz-ku, menga o'zim onamdek qancha yaxshiliklar qilyaptilar. Ertaga keyin qamalib ketgandan keyin qizimni nomi ham otasi qamalganga chiqadi-ku. Shuni o'ylayapman. Xo'p, u hozir qamalgan bilan nima o'zgarardi? Ayting menga. Uyimni qaytarib beradimi yo bolam qaytib keladimi? Bo'lar ish bu bo'ldi. Balki bola tushishiga u bahona bo'lgandir. Madinani dilini og'ritganmiz. Nima deyapsan? U homiladorlarning dilini og'ritib bo'lmaydi. Balki Madina bilan yasharsiz, ajrasharmiz. Bu gapni bitta gapirding, ikkinchi qaytarmagan, tushundingmi?